Hammaga salom, sizlar bilan bugun It's Mario. Bugun Artifact serverda o'ynaymiz. Do'st topishga harakat qilaman. Do'stlarim bor, unchasi esimda yo'q. Esimda bor, lekin kirmayapti. Serverga ko'p bo'ldi. Chunki men avval anarxiya emas, SMP o'ynardim. Faqat SMP o'ynardim. Bu serverni endi boshlaganimda Mojo Launcherda mana shuni o'ynardim va anarxiyada o'ynardim. Anarxiyada uncha ham ko'p pulim bo'lmasdi. 1 million, 2 million do'stlarim umuman bo'lmasdi. Hammadan narsa so'rab yurardim. Hozir mana o'ynashni o'rganib oldim. Cho'moldim YouTubedan videolar ko'rdim. Mysterio, Artifact o'zi, keyin yana boshqalar, keyin mana endi hozir serverga kira olamiz. Serverda 182 ta odam bor. 182 ta odam o'tiribdi. Nega server ikkita desanglar? Chunki bu serverning IP'lari ikkita mana. Maze Artifact Uz, bunisi Artifact Uz. Kira olamiz endi o'yinga. Hozir mana zagruzka bo'lyapti. Mendan login so'ramadi. Hozir. Mana kira oldik. Login so'ramadi. Xo'p, server xo'pda. Mana jo'da. Mana. Hoppa. Klan. Mana klan inventar qanaqa qilardi? Klan. Bir sekund. Klan. Aman tabii. Bitta qo'ysa bo'ladi. Mana endi hozir narsalarni sekin boramiz. Loot.